E'tibarlıq yigit faqat özünün imanı üçünla isil kiyim-kechaklardan, lezzetlik tamoqlardan ayrilib, özünün uyida mahbusga aylandi. Bugun kunimizda ko'pinchimizning imonimizning saxtıligi, yolg'onligi mana bu shunda qiyinchilikqa, zulmga duch kelgan vaqtida oshkor bo'lib qolmoqda. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam nayda hayacanlanıp sen haqiqiy yaxshilik sifatini o'zingda jo'g'lagan bir Mus'absan deb uni taqdirlab ketdi. Biz bugün imanı üçün, İslamı üçün isil kiyim-kechaklardan, lezzetlik tamoqlardan, ali öy makallardan vazgeçken yaş, şundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның sirtqa avatgan tunji elchisi Mus'ab ibn Umayr bilan tanishib chiqamiz. Mus'ab ibn Umayr Mekkadagi boy savdogar ayolning erki o'g'li bo'lib, onasi uningga Xitoydan keltirilgan rexlar bilan kiyim kiydirdi. Shundaqla uning kiygan oyg'i va chashqan atirlari bo'lsa, Yamandan keltirildi. Ya'ni Mus'abning kiygan kiyimini Mekkada hech qanday bir yosh kiymaydi. Mus'ab bir ko'chadan mangsa, u ko'chada xiligacha atirib turaydi. Mus'abning yurish-turishi, kiyim-kechagi ana shundaq isil zodachi bo'lib qolmay, bo'y basti nihoyat kelishgan, chiroyli bir yigit edi. Shundaqla so'zi nihoyat o'tkir, qoyil qilarliq edi. Shuning uchun nurg'ulgan kishilar Mus'abni o'ziga kuyovul qilishni orzu qiladi. Qizlarmi uni ko'rsa, uning diqqatini tortish uchun har xil harakatlarni qiladi. Mus'ab ana shundaq rahat parogat ichida yashagan bo'lsa-mu, uning qalbining bir yerlari orom topmaydi. Qalbidan xushal bo'lolmaydi. Chunki u davr jahiliyat davri edi. Jahiliyat davrida bemuxshal bo'lolmaydi, namrtimi xushal bo'lolmaydi. Eng yuqori saviyada yashagan kishi xushal bo'lolmaydi, eng tuvan tabiqada yashagan kishi xushal bo'lolmaydi. Chunki u davr jahiliyat davri bo'lg'achqa har bir inson dunyoda nima uchun yashaydiganligini bilmaydi. Shundaqla ko'pincha kishilar faqat mushu dunyoda huzur izlaydi. Mushu dunyoda huzur izlagan odamga huzur harom bo'ladi. Undaq odam asla huzur topolmaydi. Mus'ab moddiy jihatda ana shundaq bayashat turmush ishidimi huzursiz yashayotgan kunlarning birida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga vahiy kelganlik xabari uning quloqiga yetdi. Mus'ab bu xabarni texmo tekshirib baqish uchun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilan yuz turani ko'rishmoqchi bo'ladi. U Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilan ko'rishmoqchi bo'lib Darul Arqamga kiradi. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahobalarga maxfiy holda dars beradigan tunji maktab Darul Arqamga kiradi va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan o'zi ilib kelgan din haqida so'raydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam uningga islom haqida tafsili bir tushuntiradi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning islomni tushuntirishi Mus'abning qalbini yuritib o'tadi. Shundaqla o'zining qalbidagi nurg'ulg'an savollarning hammasiga javob topadi. U Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning haqiqiy Allohning payg'ambari ekanligini bilsa-mu, iymon etishdan qo'rqadi. Chunki uning onasi nihoyat mutaham, ochiq yomon, erlarni undan tap tortadigan ayol edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Mus'abning ko'zlarining qo'rqinchisini his qilib, uning uchun duo qiladi. Mus'ab ajoyib bir jasoratga keladi-da, shu yerda la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning oxirgi elchisi deb shahodat aytib musulmon bo'ladi. Lekin bu vaqtda musulmonlarning soni nihoyat oz edi. Musulmon bo'lganlarga jamiyati va yoki mushriklar tarafidan nihoyat ko'p aziyatlar keladi. Mus'ab o'zining onasining aziyatiga, onasining zulmiga qolmaslik uchun o'zining iymonini maxfiy tutadi. Lekin u Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilan maxfiy uchrashib, undan ta'lim oladi. Yangi tushgan vahiylarni, ya'ni oyatlarni o'qiydi. Texmi iymoni kuchaydi. Fikri texmi cho'nqilishadi. Hayotning faqat mushu dunyoda iborat emasligi, bu hayotning faqat hayotning muqaddimasi ekanligi, haqiqiy hayotning o'lgandan keyin boshlanganligini tunib yetadi va islom davosiga o'zini atashni niyat qiladi. Bu sababli uning yurish-turishida, kiyim-kechigida, yemak-ichimida alohida o'zgarish bo'ladi. Ya'ni ilgarigidek isil kiyimlarni kiymaydigan, isil tomoqlarni yemaydigan, oldiga nima kelsa shuni yeydigan, nima bo'lsa shuni kiydigan mushundaq bo'lib qoladi. Shundaqla nihoyat ko'p o'ylanadigan, tafakkur qiladigan bo'ladi. Onasi uningdagi o'zgarishni hayron qoladi. Bolamga nima bo'lgandi? Ajaba tomoq o'xshamasi yemaydi. Kiyimlarning eng islini tanlab ketdi. Buning cho'qim bir ish bo'ldi deb uningga diqqat qilishga boshlaydi. Shundaq turgan kunlarning birida Mus'abning namoz o'qiganligini bir mushrik ko'rib qoladi va uni onasiga yetkazib qo'ydi. Bu vaqt sahobalar iymoni shuncha maxfiy tutsa-mu, mushriklar musulmonlarni, sahobalarni paylab yurib, ularning namoz o'qiganligini ko'rib qolsalar, ularni chekib qo'yadi. Ya'ni namoz ularning musulmonlik kimligi, belgisi, alomati. Bugun kunimiz qaraydigan bo'lsak, o'zini musulmon deydigan, lekin namozdan bexabar nurg'un kishilar bor. Namoz o'qimaganlarni bo'lsa, ular bizga o'xshash mushrik deb qaraydi. Amaliyotda bu xil o'lcham islomga uyg'un bir o'lcham edi. Ya'ni namoz bir musulmonning kimligi belgisi. Namoz o'qimaslik bo'lsa, mushrikning, kofirning belgisi. Buni ayni davrdagi mushriklarmi yaxshi biladi. Shuning uchun Mus'abning namoz o'qiganligini ko'rgan mushrik, Mus'ab iymon etibdi, Muhammadning diniga kiribdi deb uni onasiga chiqib qo'ydi. Onasi Mus'abning musulmon bo'lganligini anglab, nihoyat parishon bo'ladi va g'azablanadi. Mus'ab oxiri o'zining musulmon bo'lganligini oshkora e'lon qiladi. Jamiyat Mus'abdan butunlay ado judo bo'ladi. Onasi bo'lsa nihoyat g'azablanib, uni urmoqchi bo'ladi-yu, lekin amroq
o'g'lini urishga ko'ngli bormaydi. Oxiri uni bir uyga sulab qo'yadi va Muhammadning dinidan yonmoqcha bu oydan chiqmaysa deb uni iymondan yerishga zo'rlaydi. E'tiborli yigit faqat o'zining iymoni uchunla isil kiyim-kechaklardan, lazzatli tomoqlardan ayrilib, o'zining uyida mahbusga aylandi. Lekin Musab iymondan qilcha taranmaydi. Chunki uning jismi mahbus bo'lsa-mu, ruhi hur edi. Shuning uchun iymoni uchun to'lagan badallarning hammasini e'tiqodim uchun to'lagan badal oxiratda buning mukofotini chuqur olaman degan buningga ishonadi. E'tiqodi uchun ayrilganlarga o'kinmaslik, yo'qotganlarga qayg'urmaslik mana bu bizning iymonimizning rostligini isbotlaydigan musabchi yashashdir. Afsus bugun kunimizda ko'pinchimizning iymonimizning saxtaligi, yolg'onligi mana bu shunda qiyinchilikqa, zulmga duch kelgan vaqtida oshkor bo'lib qolmoqda. Ya'ni o'zimizning iymoni tufayli bir qiyinchilikqa uchursak, darhol iymonimizni gumonlaymiz. Hatto bir xatarga uchrash ehtimoli bo'lsa, iymonimizni xuduksirab, iymonimizni yushishga tirishimiz. Hatto ba'zi qarindoshlarimiz, o'zini musulmon deb qaraydigan qarindoshlarimiz ba'zi ziyonning kelmaslik uchun bir joyliq musulmoncha ismini boshqa bir ismlarga o'zgartirishga tirishmoqda. Esimizda bo'lsin, biz xuduksirgan, biz qo'rqqan, biz ansirgan bu iymonimiz bizni asla jahannam azobidan saqlayolmaydi. Jannatga akiradigan, jahannam azobidan saqlaydigan iymon bo'lsa, uning uchun badal to'lagan, uningdan g'urur his qilgan, faxr his qilgan, uningga to'liq ishongan haqiqiy rost iymon. Makka mushriklarining musulmonlarga saldigan zulmi kundan kunga eshib, egichaqsiz ojiz musulmonlarning Makkada yashash imkoniyati qolmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu vaziyatni ko'z tutib, bir qancha sahobalarni Habasistonga hijrat qilinglar, shu yerga panalib turinglar deb buyruq qildi va ularga o'zining kuyovli Hazrat Osmonni bosh qildi. Musab bu xabarni anglab, fursat kutib turib, ular yo'lga chiqqan vaqtida uydan qochdi va ularga qo'shilib oldi. Shunda qilib Musab o'zining iymoni uchun, e'tiqodi uchun, islomi uchun rahat farog'at turmushida emas, o'zi tug'ilib, o'sib yetilgan yurtidan ayrılishga majbur bo'ladi. Lekin bundan asla o'kinmaydi. Buni sharaf deb biladi. Buni o'zining e'tiqodi uchun to'lagan badal deb qaraydi. Shundaqla o'zining iymonining rostligini isbotlaydigan bir dalil deb qaraydi. Shunda qilib Hazrat Osman boshchiligidagi Mus'ab va uning boshqa sahobalar Ifofiyaga, ya'ni Habasistonga sog' salomat berib oladi. Bir mezgil o'tgandan keyin Makkaning kattavoshlari, oqsoqollarining hammasi degudek musulmon bo'pti degan bu xato xabar Habasistonga yetib boradi. Shu yili Ramazon oyida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ka'baga kirib oshkor namoz o'qiydi. Mushriklar bo'lsa, Muhammad nima o'qiydi deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'qigan oyatlarga quloq solib turdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lsa, Sur Fatihani o'qib bo'lgandan keyin Sur Najmni o'qiydi. Rasulullohning o'qigan oyatlari mushriklarning qalb darlarini chekib, ularni mast qilib o'tadi. Rasululloh Sur Najmning oxirgi oyati bo'lgan Allohga ibodat qilinglar va Allohga sajda qilinglar degan bu oyatni o'qigan vaqtida mushriklar ixtiyorsiz holda sajdaga ketadi. Buni ko'rgan atrofdagi kishilar Makkaning oqsoqollarining hammasi musulmon bo'ldi. Muhammadning diniga kirdi degan bu xabarni tarqatdi. Bu xabarni anglagan Habasistondagi musulmonlar nihoyat xushal bo'lib Makkaga qaytmoqchi bo'ldi. Ular Qizil dengizdan o'tib Makkaga yaqinlashgan vaqtida bu xabarning yolg'on ekanligi, xato ekanligini biladi. Shuning bilan Mus'ab va boshqa sahobalar takror Habasistonga qaytdi. Shunda qilib Mus'ab bir qancha yil Habasistonda turib qoladi. Bir qancha yil o'tgandan keyin Mus'ab takror Makkaga qaytib keladi. Onasi uning qaytib kelganligini ko'rib, uni yana tutib, bog'lab qo'ymoqchi bo'ladi. Mus'ab keskin ifoda bilan, qandaq bir odam onamning meni bog'lashiga, meni uyga sulab qo'yishiga yordamlashadi ekan, Alloh bilan qasam, men u odamni o'ltirib o'taman deb qasam qiladi. O'g'lining keskin ifodasini ko'rgan ana uni iymondan yondirishdan voz kechadi. Mus'ab onasining qishig'iga berib, "Ey ana, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga samimiy nasihat qilay. Bu dinga kiring. Muhammad bo'lsa Allohning oxirgi elchisi, uningga iymon ayting" deb uningga islomni yana bir qatim takror tushuntiradi. Onasi bo'lsa keskin ifoda bilan, oqar yulduzlar bilan qasamki, "Men Muhammadning diniga kirmayman" deydi. Shundaqla Mus'abga "Sen mening o'g'lim emas, men sening onang emas" deb Mus'abdan onalikdan voz kechadi. Bu daqiqalar Mus'abga nihoyat og'ir keladi. O'ylab boqing. O'zingiz musulmon, o'lgandan keyin jannat kirma deb ishongan bir mu'min. Onangiz bo'lsa, siz ishongan Allohga ishonmaydi. Siz ishongan payg'ambarga, siz ishongan Qur'onga ishonmaydi. Ya'ni o'lgandan keyin jahannamga kiradi. Buningdan azobli bir ish bo'lmasi kerak. Shuning uchun bir musulmonning ota-onasining va yoki bir tuqqanlarining va yoki jamiyatining musulmon bo'lishi u mu'minga nisbatan yetarli xushallik va yetarli ne'mat. Shuna qilib Mus'ab iymoni uchun o'zining uyidan va rahat farog'atlik turmushidan butunlay mahrum bo'ladi. Uning yarashimli pozor kiyimlarini kiyib yurgan kunlarining hammasi o'tmishga aylandi. Lekin bu Mus'abning asli xiyoliga kirib chiqmaydi. Chunki Mus'abning butun xiyoli bo'lsa, qanday qilib bu islom davosiga tig'im cho'ng to'pga qo'sha olayman? Qanday qilsam oxirat hayotimni, ya'ni o'lgandan keyingi abadiy hayotimni qutuldira olayman? Jahannam azobidan saqlana olayman degan bu haqda edi. Shuning uchun u kiygan kiyimlariga, yegan tomoqlariga diqqat qilmaydi. Yillar o'tadi. Mus'abning ilgirki holatidan, ilgirki qiyofidan asar qolmaydi. Ilgari uni ko'rgan har qanday bir kishi uning boyning bolasi ekanligini bilib olardi. Bugun bo'lsa Mus'abning qiyofatidan uning nihoyat bir kambag'alning bolasi ekanligi chiqib turadi.
O Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın qışığı keledi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında bolsa sahabalar oluşup oturğaydı. Sahabalar Mus'ab'ның kıyafetini görüp hemmisi beşini yerge sangırtıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Mus'ab'ga baştan ayağı bir qarab etkendan keyin onun ilgirki pozor kiyinip yürgen küllerini esiga aldı ve ko'z yosh qiladi ve sahabalarga men Mus'ab'ның ilgiri qanday isil kiyimlarni kiyganligini, qanday lezzetli tamoqlarni yeganligini obdan bilaman. Onasi uni e'tiborlab hech kim kiymagan kiyimni kiydiratdi, hech kim yemagan tamoqlarni yediratdi. Quraysh yoshlari ichida uningdek e'tiborli bir yosh topilmaydi. Mus'ab Allah roziligini ko'zlab ulardan ayrildi ve o'zini islom davosiga otidi. Esinglarda bo'lsin, shundoq bir kunlar keludiki, Alloh sizlarga Parislar va Rimlar ustidan g'alaba ato qiladi. Sizlarga g'animatlar mo'l-mo'l keladi. U vaqt sizlar isil rextlarning kiyimlarini kiysizlar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözü o vaqtdagi sharoit musulmonlarning ojizlik qarta nihoyatda bir muhal, mumkin bo'lmaydigandek bilinadi. Lekin ular Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü Allah'ın vehiysi deb bilgechga onunga to'liq ishinibdi. Sahabalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a: "Ey Rasulullah, bizning shu vaqtdagi holatimiz yaxshimi? Ya'ni Rimlarning, Parislarning ustidan g'alaba qilib, rahat farog'at turmushga erishgan vaqtimiz yaxshimi yoki hozirgi qiyinchilik vaqtdagi holatimiz yaxshimi?" deb so'raydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam: "Balki hozirgi vaqtinglar yaxshi. Sizlar dunyo hayotini men tushungandek, men bilgandek bilgan bo'lsanglar, dunyodagi rahat turmushga, mol dunyoga hargiz o'zinglarni urmaydinglar." Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İslam davasını davamlaştırır. Mus'ab olsa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan yeniden ayrılmay, onundan İslam talimatlarını tefsili ügünüdür. Müşriklerin eziyeti, zulmü olsa günden günge aşırır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İslam davasını güçlendiriş için şunç tirsimu Mekke'de imkan bulmaydı. Taif'e çıkıp bakıdı, u yerden mi qoğulundu. Müşriklerin eziyeti şunç evcige çıkan bolsa mu, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan aldıda hiçbir çıkış yolu görünmeydi. Şundak durgan peytte. Yani kıyınçılık en yukarı pelege etken vaxtıda Medine'den hac kılış için kelgen bir qancha kişi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın davet bilen Müslüman bulup qaytıdı. Ular yeni bir yili azraq köpüyüp keledi. Şundaqla ular Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan bir sahabini talep qiladi. Bizga bir hamrohingni qo'shib qo'ysang, bizga islomni o'rgatsa, Madinada islomni tashviq qilsa, islomni da'vat qilsa deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu muhim xizmatga Mus'abni tanlaydi va Mus'abni ular bilan qo'shib qo'ydi. Mus'ab bo'lsa Madinaga yetib borgandan keyin As'ad ibn Zurara degan sahobining uyiga tushdi va u uyni xuddi Makkadagi Darul Arqamga o'xshash islom da'vat markaziga aylantirdi. Mus'abning mijozi nihoyat chiqishqoq, so'zi o'tkir, chiroyi nihoyat kelishgan bo'ybastlik yigit edi. Ya'ni Mus'abda bir o'qituvchida, bir muallimda, bir da'vatchida bo'lishga tegishli sifatlarning hammasi bor edi. Shuning uchun Mus'ab Madinaga borgandan keyin kishilar bilan, bo'lma qabilaning cho'nlari bilan old bilan insoniy munosabat o'rnatdi. Insoniy munosabat o'rnatib bo'lgandan keyin nihoyat hikmat bilan chiroyliqcha ularga islomni tushuntirdi. Mus'abning bir yil tirishchilik ko'rsatish natijasida Madinada islom kirmagan uy qolmaydi. Madinada islom kun tartibga, ya'ni qiziq nuqtaga aylanadi. Kishilar top bulup İslam'a kirdi. Hatta Aws kabilesinin kabile başlığı Sa'id ibn Muaz Müslüman buldu. Hac mavsumi yaqinlab keldi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ahirgi peygamber ekanligiga iman etgan, ammo peygamberimizning didorini ko'rib boqmagan Madinalik musulmonlarning peygamberimizni ko'rishga taq bo'ladi. Hac mavsumi yetib kelishi bilan hac qilish bahonasida peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan didarlashish va uning bilan ko'rishish va uningdan o'z og'zidan ta'lim olish uchun 75 nafar musulmon Makka qarab yo'lga chiqadi. Shunda qilib Mus'ab ibn Umayr boshchiligidagi 75 nafar Madinalik musulmon Makkaga yetib keldi. Makka mushriklarning ko'zi sirtdan keladigan kishilar edi. Ya'ni sirtdan keladigan birasi musulmon bo'lib, Muhammadni qanot ostiga elib qolmasin deb nihoyat diqqat bilan turadi. Shuning uchun Mus'ab Madinaga kelgan musulmonlarni o'rinlashtirib bo'lgandan keyin maxfiy holda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan ko'rishdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Mus'abni ko'rib, quchoqlashib uni bag'riga bosdi va aytqina: "Ey Mus'ab, Madinadagi musulmonlarning ahvoli qanday? Islom davosining ahvoli qanday?" dedi. Mus'ab ibn Umayr: "Ey Rasulullah, Madinada islom kirmagan uy qolmadi" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nihoyat hayajonlanib: "Mus'abul xayr, sen haqiqiy yaxshilik sifatini o'zingda jo'g'lagan bir Mus'absan" deb uni taqdirlab ketdi. Shunda qilib Mus'ab ibn Umayr Madinada hijratning tunji ul asosini soladi. Shunda qilib musulmonlar va Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Madinaga hijrat qiladi. Mus'ab Madinaga borgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning qashdan ayrilmay Rasululloh elib borgan jihatlarning hammasiga qatnashdi. Badr urushiga qatnashdi. Badr urushida Mus'abning bir tuqqan qarindishi asriga tushib qoladi. Chunki u mushriklarning safida edi. Mus'ab uning qashidan o'tgach, uningga mas'ul bo'lgan sahobaga uning onasini aytib, "Bay ayol, uni mahkam bog'lab qechib ketmasin, uningdan ko'proq pedi olsang bo'ladi" deydi. Bu gapni anglagan qarindish hayron qoladi. "Ey qarindishim, biz bir tuqqan turib mushrikamni qilamsa" deydi. Mus'ab ibn Umayr: "Mening qarindishim sen emas, mavo" deb haqiqiy bog'ning, haqiqiy munosabatning, haqiqiy aloqaning imoniy bog', imoniy munosabat ekanligini o'z amaliy harakat bilan ifodalaydi. Mus'ab Uhud urushiga Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan birga chiqdi. Mus'ab shu qadar kelishgan, shu qadar go'zal ediki, sahobalar Peygamberimizga eng o'xshaydigan kishi kim desa, Mus'ab deydi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Uhud urushida Mus'abga o'zining tonini kiydirdi va o'zining qilichini berdi. Shundaqla musulmonlarning bayrog'ini berdi. Uhud urushi boshlandi. Dastlabida musulmonlar qo'shini g'alba qarab mangdi. Lekin tog' ustidagi o'qiyachi qismning Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning buyrug'iga xiloflik qilish sababli musulmonlarning g'albisi mag'lubiyat qarab yuzlandi. Mushriklar qo'shini bo'lsa g'alba qarab yuzlandi. Musulmonlar qo'shinining saf tartibi buzilishga boshlaydi. Buni ko'rgan Mus'ab ibn Umayr qo'lda tutgan bayroqni egiz ko'tarib pulantishga boshlaydi. Bu yakilinglar, bu yakilinglar. Mus'abning keyindan qaragan odam va yoki yiroqdan qaragan odam uni Peygamberimiz Muhammed alayhissalom deb qaraydi. Chunki Mus'abning chiroyi, bo'y basti Peygamberimiz Muhammed alayhissalomga nihoyat o'xshaydi. Ya'ni ki bu urushda Mus'ab Peygamberimiz Muhammed alayhissalomning to'nini kiyib olgan edi. Bu xil o'xshashlik mushriklarning ko'zida Mus'abni xuddi Peygamberimiz Muhammed alayhissalomdek ko'rsatdi. Mushriklar butun diqqatini, butun hujumini Mus'abga qaratdi. Mus'abga taraf-tarafdan o'qiyalar, nayzilar, qilishlar sildi. Mus'ab shuncha yaralangan bo'lsa-mu, bayroqni tushirmay mustahkam turdi. Shundaq turgan paytda bir mushrik yurib kelib, Mus'abning bayroq tutgan qo'liga bir qilich urdi. Mus'abning qo'li uzilib tushdi. Bayroq tushib ketay deganda Mus'ab yana bir qo'li bilan, yana so'l qo'li bilan bayroqni tutib oldi. U mushrik Mus'abning so'l qo'ligini qilich urdi. Mus'abning so'l qo'lini uzilib tushdi. Islom bayrog'i yerga tushib ketay degan vaqtida Mus'ab shuncha ig'ir yerda bo'lsa-mu, uzilib ketgan ikki qo'lda, ya'ni bilikida bayroqning hadisini tutib va shundaqla va ma Muhammadun illa rasul. Muhammad faqat bir elchi. Uningdan ilgirki payg'ambarlarni o'lgan, vafot topgan degan bu so'zni aytdi. Mus'ab ana shundaq botirlik bilan ikki belikida bayroqni qisib turib olgan shu paytda bir mushrik Mus'abga nayzi urdi. Mus'ab shu yerda shahid bo'ldi. Mus'abning hiliqi takrorlagan so'zi, ya'ni va ma Muhammadun illa rasul. Muhammad faqat bir elchi. Uningdan ilgirki payg'ambarlarni o'lgan degan bu so'zi Qur'on Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bir oyat sifatida nozil qilinib, Qur'on Karimning bir qismiga aylandi. Urush oxirlashdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shahidlarni bir ko'zdan kechirib chiqdi. Va ikki qo'llari kesilgan, qonga milingan Mus'abni ko'rib, Makkada pozor kiyingan erki holatini esiga oldi-da, o'zini tuta olmay yig'lab ketdi. Sahobalar Mus'abni kepillash uchun bir ton ilib keldi. Ton uning ham yeriga yetmaydi. Chunki Mus'ab nihoyat bastalik edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning uchiq qolgan yeriga, ya'ni putlariga xurmo shoxlarini qo'yinglar deydi. Shunday qilib, isil kiyimlarni kiygan, lazzatli tamoqlarni yegan eng boyning o'g'li Alloh yo'lida shahidlik berib, kepalligini to'liq kiyim yo'q holda dunyodan quruq qo'l ketadi. Sahobalar Mus'abning ahvoliga qarab yig'ilishib ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lsa, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayh. Mu'minlardan shundaq bir erkaklar borki, ular Allohga bergan va'dasiga vafo qildi, Allohga bergan so'ziga amal qildi degan bu oyatni o'qiydi. Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Mus'ab va boshqa shahid sahobalarga qarab, Allohning elchisi qiyomat kuni Allohning huzurida sizlarning shahid ekanligingizga guvohlik beradi. Ey xaloyiq, ey sahobalarim, shahidlarni ziyorat qilinglar. Ularga salom yo'llanglar. Alloh bilan qasamki, shahidlar sizlarning qilgan salomlarni anglaydi va uningga javob qaytaradi deydi. Mus'abga salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum ey Mus'ab. Assalomu alaykum ey shahidlar. Butun dunyoda qabrsiz qolgan shahidlar, Allohning salomi, Allohning rahmati sizlarga bo'lsin. Mus'ab Allohga ishonib, iymon aytib, islomning keyingi kuchlangan davrini ko'rolmay, ya'ni huzur halovatini ko'rolmay, faqat fidokorlik qilib berib, jafosini tortibla uning natijasini ko'rmay shahidlik berdi. Bugun kunimizda nurg'ulg'an kishilar borki, islom yo'lida nurg'ulg'an jafolarni tortadi. Vaqt o'tgan sari buning natijasi chiqmadi-ku, Alloh bizga yordam qilmadi-ku degan o'ylar bilan umidsizinib qoladi. Esimizda bo'lsin, Alloh va'da qilgan yordamini bizga berishi mumkin va yoki bizga bermay, bizdan keyingilarga berishi mumkin. Ammo Alloh cho'qim yordam beradi. Ammo biz o'zimiz jafo tortgandan keyin, biz Alloh yo'lida jihad qilgandan keyin g'albi bizga kelish kerak. Biz g'albini ko'zimizdan ko'rishimiz kerak deb qarab olsa xatolashimiz. Allohning nazarida jihad qilib, qurbonlik berib, uning natijasini ko'rganlardan jihad qilib, qurbonlik berib, natijasini ko'rmaganlar ustun bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sahobalar biz ana shunday gullangan, huzur halovatga erishgan davrda yashagan vaqtimiz yaxshimi yoki hozir qiyinchilik vaqtimiz yaxshimi deb so'ralganda, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nima dedi? Balki hozirgi vaqtinglar yaxshi dedi. Madinaning keng kunlari, ya'ni islom kuchlangan vaqtida Ramazon oyida Abdurrahman ibn Avfning oldiga bir tomoq keldi. Abdurrahman ibn Avf tomoq qarab yig'lab ketdi. Ayoli, "Nima ish qilmaysiz?" deydi. Abdurrahman ibn Avf, "Men bu yo'lga, ya'ni islom davosiga Mus'ab ibn Umayr bilan birga chiqqan edim. U bu kunlarning hech qaysini ko'rolmay, qurbonlik berib, jihad qilib shahid bo'ldi. Bu kunlarni ko'rolmadi. U mendan yaxshi edi. Men bu yo'lga Hamza bilan birga chiqqan edim. U mendan yaxshi edi. U bu kunlarni ko'rolmay, jafosini tortib, qurbonlik berib o'tib ketdi. Ammo men bo'lsam, ular bilan birga bu yo'lga chiqdim, lekin bu halovatli kunlarni ko'rdim. Men qiyomatda oldigan mukofotimning bu dunyoda birlib qolgan bo'lishidan qo'rqaman. Men mukofotimning hammasi oxiratda oson bo'ladi" deb yig'lab ketdi. Demak, jihad qilib, Alloh yo'lida qurbonlik berib, dunyoda uning natijasini ko'rmaganlar, ya'ni islomning huzur halovat
mukofotini ko'rmaganlar oxiratda texmi mukammal shaklda oladi. Shuning uchun Alloh yo'lida tirishimiz, kurash qilamiz, vaqt kelsa jon beramiz, lekin uning natijasini men ko'rsam bo'ladi degan bu xil iddiadan o'zimizni tozalaymiz. Agar Alloh nisb qilsa ko'ramiz, lekin nisb qilmasa biz ko'rmasakmi keyingilar ko'rsa bo'ladi. Muhimi biz majburiyatimizni ado qildikmi? Biz qilishga tegishli ishimizni qildikmi? Bu bizning qiyomat kuni javob berishga tegishli bo'lgan savollar. Shuning uchun qilgan ishimizning markazlashaylik. Natijasini Alloh qo'yaylik. Alloh taolo bizni hech qachon buni qilib natija qozon demadi. Uni qil, buni qil dedi. Qilamiz, natijani bersa, ya'ni shukr. Ammo natijasini bizga bermasa, chuqum boshqalarga beradi. Islom ummatidan, musulmonlardan birisi chuqum u natijaga yordamga erishadi. Alloh taolo bizga Mus'abga o'xshash iymon uchun har narsani voz kechalaydigan, Alloh yo'lida keyniga qarab qolmaydigan, Alloh yo'lida o'zini qurbon qila oladigan bu ruhni ato qilsin. Alloh taolo Mus'abga rahmat qilsin, butun shahidlarga rahmat qilsin. Sahabilar izidin, chaqnagan izzat nuri, o'tgan siqin idin, haq islomning tulquli. Başakmaz kafirga, şiddet bilen akseli, Hamza Halid Musab'dek, şir yürek oğlanları.